hozir zo'r o'xshatish kelib qoldi-da. To'g'ri, endi O'zbekistonda Real Barsani muxlislari juda ko'p. Shuning uchun El Clasico desa hamma o'zini tomdan tashlab, hamma ko'radi deb o'ylashadi. El Clasico'ni men hozir bir zo'r narsaga o'xshataman. Men o'zi ko'rmaganman. Birorta El Clasico'ni boshidan oxirigacha ko'rmaganman. Qiziq ham emas chunki. Real Barsani doimiy to'qnashuvlari nimaga unaqa bilmayman. Muxlislar o'zidan PR yasab, mana shunaqa qilib hozir yana kuchayib ketdi-da endi. Vaynerlar orasida bir-biriga shart qo'yib. Shuning uchun e'tibor kuchaygandek ko'rinyapti. Bu shunday narsaki, o'xshatgan narsam Ispaniya chempionatida faqat Real Barsa bahs-ku. Boshqa komandalar xuddi kompyuter o'yinlaridagi NPC'larga o'xshaydi. Bot deydimi, nima deydi? Masovkaga turadigan, tadbirlarga yafka kerak bo'lsa chaqiradi-yu, kelib o'tirib beringlar deydi. Kinolarda masovkada orqada fonda turib beringlar deydi-yu. Ispaniya chempionatidagi boshqa komandalar xuddi shunaqa deb o'ylayman-da men. Kompyuter o'yinlaridagi NPC'lar bor-ku, botlar. O'lganda chiqadi ular. Kafeda prosta o'tiradi ular, prosta yuradi ular, bo'ldi. Asosiy ishda shu Real Barsa, bosh qahramon shular. Xafa bo'lmanglar endi, fikr kelib qoldi. Endi shunaqa. Rostdan ham shunaqa-yu.